bachadan bo'yni eroziyasida bilasizlarki, keyinchalik qachondir baribir rakka aylanib ketishi mumkin. Bachadan bo'yni eroziyasi, bachadan bo'ynidagi yallig'lanishlar bor qizlarimizga tampon yasashni o'rgataman. Ginekologga bormagan holatda uy sharoitida bartaraf qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, men Durdona Faxriddinni sizlarga va'da berganimdek, bachadan bo'yni eroziyasi, bachadan bo'ynidagi yallig'lanishlar bor qizlarimizga tampon yasashni o'rgataman deb va'da bergandim va shu bilan bartaraf qilishinglar mumkin uy sharoitida. Ginekologga bormagan holatda uy sharoitida bartaraf qilsanglar bo'ladi. Lekin bachadan bo'yni eroziyasi bormi yo'qligini bilish uchun kolposkopiya, pap test va VPC analizlarini 1 yilda bir marta topshirishinglarni tavsiya qilaman. Chunki bachadan bo'yni eroziyasida bilasizlarki, keyinchalik qachondir baribir rakka aylanib ketishi mumkin degan xavf yuzaga keladi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun biz oldini olish uchun uy sharoitida shu tampondan qilib foydalanib tursak bo'ladi. Bizga bu yerda kerak bo'ladi paxta, ya'ni paxtadan tayyorlangan tampon. Bunaqa paxta bilan bintga o'raysizlar-da, o'zingizlar yasaysizlar. Nima uchun bizga ko'chadagi tamponlar kerak bo'lmaydi? Chunki ko'chadagi tamponlar mana bu preparatlarimizni hammasini o'ziga shimib oladi-da, bachadan bo'yniga hech qanaqa preparat qolmaydi. Shuning uchun foydasi kamroq bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha uyda o'zingizlar tayyorlab, mana shu kichkinagina tayyorlaysizlar-da, keyin kerak mana shundan foydalanasizlar. Bu ham zararsiz, ham o'zi sterilniy bo'ladi. Sterilniy biriklar olib qilsanglar bo'ladi. Bizga yana kerak bo'ladi aplipexовое масло, metiluratil, sinoflan, levomikol, trixopol va furutsilin kerak bo'ladi. Demak, mana shunaqa idishimizga ozgina aplipexani olamiz. Aplipexa bilasizlar, regeneratsiya xususiyatini, ya'ni tiklanish xususiyatini kuchaytirib beradi. Demak, mana qaranglar, tamponni qilsanglar, mana bunaqa botirib olasizlar hammasini. Ko'rdinglar, shimib oldi hammasini. Endi bunga mana shu idishchalarga o'zingizlar tayyorlab olasizlar. Bu yerda bunaqa qilib. Endi uy sharoitida mana shunaqa tayyorlab olganinglar yaxshi. Metiluratil. Endi men bitta solasizlar-da sizlar o'zingizlarga. Men bu yerda kam solyapman. Bitta porsiyaga. Sinoflan va levomikol. Solasizlar-da. Keyin trixopol 10 tasini maydalab sovorasizlar. Mana bunday qilib. Men maydalab qo'yganman. Va furutsilini ham maydalab sovorasizlar. Mana bunaqa modda bo'ladi. Buni aralashtirsanglar ham bo'ladi va mana shu tampon bilan aralashtirib, hammasini aralashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rdinglar? Hammasini olasizlar-da, mana qilib ichiga qo'yasizlar. Yoki sizlar endi katta idishga qilsanglar, o'zi lopatka bilan olib ustiga qilsanglar bo'ladi. Mana shu holatda kechqurungiga qo'yasizlar, ichiga tiqib qo'yasizlar va ertalab mana bu ipchalardan tortib olasizlar. Ichkariroq tiqishga harakat qilinglar. Qo'linglarni buni tiqqanlarga ichkariga tiqib qo'yishga harakat qilinglar. Hamma men hozir endi bittalik qilganim uchun uncha ko'p ko'rinmayapti. Atak ko'p qilsanglar, ko'p botirib olib tiqasizlar.